Nima bo'ldi? Ha, nima yig'layapsiz aka? Men kiyimlar oldim mana. Hamma yo'q bo'ldi. Nima yig'layapsiz? Hozir yuvinib cho'milib aka chiqib ketamiz. Mana shunaqa bilan 200 dollar to'playlarga oldim brat. Siz anaqangizdan emas. Yig'lamang aka. Hamma yo'q oldik mana. Hozir yuvinib erta postelga kiramiz, boshqa bo'ladi aka. Men chiqib ketasiz aka, turing yoningizda. Davay, qo'lni bering, turing. Ketdik. O'tib ketadi bu narsa aka. Yuring. Yig'lamang, yig'lab, xafa bo'lib, diqqat olib. Bu aka, nima dedi bu? Qiyinchilik hammani boshida bor narsa aka. Ketkizib yuboramiz aka. Siz uni yig'lab, nima bo'lmang, xafa bo'lmang aka. Mana shu yerda o'ngga yuring aka, o'ng naryoqdan elektrichkaga o'tamiz. O'ngga aka. Mana bu tarafga yuravering. Nimaga desa? Yig'lamang. Xalqqa nima? Ana hozir akamizni jo'natib yuboramiz. Xudo xolasa, endi hayotdan qilgan nimasiga afsuslanib yig'lab nima qilyapti akamiz. Hozir yig'lamay dalda bo'lyapmiz mana. Hozir hammamiz bir-birimizni poddeshka qilamiz akalar, poddeshkada bo'lamiz. U ichda boshqada nima qilmaylar hali. Negativ gap kerak emas, ichib oladi boshqadir. Erkak kishi ekan, mana akalarga akamizga hozir kiyim-kechak hamma oldik, hozir kiydirib hostelga joylaymiz, boshqa bo'ladi. Darshi bir kanalni kuzatib borasizlar, yaxshi bo'ladi. U ortiqcha gap kerak emas. Hammani boshida hech kim boshiga tushmaguncha bilmaydi. Ha aka, yig'lamang. Yaxshilik qilganinglar, rahmat katta. Juda ham rahmat. Hali o'rislar ham yordam berdi. Gapiravering. Men haligi chortni bola emasman. Haligi oldab ketayotgandi, bir hali qiynab ketdi. Rossiyaga kelib, Moskvaga kelib, men 22 yildan beri Rossiyada yuraman o'zi gapirsa. Men savdogar bola edim. Keyin qiynab qo'yishdi. Mayli, Alloh rozi bo'lsin hammadan. Men u haligi yerda jiletkani qilmayman. Men hammaga yordam beradigan bolaman. Jindek Alloh rozi bo'lsin. Menga yordam berib qo'ysanglar, jindek sizlardan men rozi bo'lardim. Gapni ochiqman. Men ketib qolaman, gapni ochiqman. Xullas. O'zi akamiz so'rab surishtirdi. Yaxshi odam o'zi, yaxshi odam, ozgina ichkilikka berilib qolganlar, boshqa bo'lgan. Endi o'zining sababi bor, shuni ham hali ataylab yotib olib, bu ichaman deb hali nimaga bas. O'zining sababi bor. Mana o'zini ham ko'rsalaring bo'ladi. Yaxshi inson. Qirg'izistondan biladiganlar bo'lsa ham akani ko'pchilik tanir ekan. Novosibirda 3 ta oshxonasi bor. Bitta kvartira, shaxsiy yer uylarigacha bo'lgan ekan akani. Novosibir shahrida. Novosibirda vokzallarda katta oshxonalari bo'lgan ekan, halol choyxonalari bo'lgan. Ayrim hayotda bir sabablarga ko'ra akamizning hayotida ket boshlangan, pul yo'qotish, hamma yo'qni sotgan, boshqa bo'lgan, qumorga tikib, bunaqaga tikib emas, qanaqadir omad ketib qolgan qo'lidan. Endi hammada shu bir insonda bo'lar ekanda shunaqa narsa, to'g'ri tushunamiz. Negativ fikr, boshqa bo'lmas, ko'chada qolmagan narsalar kerak emas. Chunki havasga yurgani yo'q. Mana hozir tavba qilib, o'g'nalib ketaman deyapti, harakat qilib yuribmiz hozir. Mana erkak kishining boshi egilmasin hech qachon. Hammaga rahmat, kanalni ko'rib qo'llab-quvvatlab turamiz. Mana hozir elektrichkaga olib qatnashga ketyapmiz akam bilan. Kiyim-kechak hamma yo'llari Xudo xolasa borib, hozir yuvinib cho'milib, drenaga kirib, zaявление yozamiz hozir. Hujjatlarini tiklattirib turib, sal bo'lsa ham akamizni hozir hostelga joylaymiz keyin. Hammasini bir videoga olib boramiz. Bor-ku. Qanaqa shunday? Mama degan. Bitta eshitaman bo'ldi, beraman. Yulduz Usmonovani oladigan ashullasini qo'yib beray. Yulduz Usmonovani eshitaman. Ruschami? Ruscha. Biroq mama desangiz bo'lib chiqadi. Bratim cho'milyaptilar. Cho'milganiga qo'l ko'taring. Cho'milib hozir Xudo xolasa katta kanaldamiz.
Mana do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Mana hozir akamizni mana hozirgi holatlari mana kiyim bosh ust-bosh qildik. Hamma yo'qlari joyida, cho'tki qilib. Mana akamiz ham o'ziga keldi. Qirg'iziston posolstvosiga keldik. Hozir bugun ishlamas ekan. Ertaga xudo xolasa ishlar ekan. Hozir bir kechroq kelib qo'yibmiz, vaqtiga qaramasdan. Ertaga xudo xolasa kelib, dokumentlarini vastanavit qilib, xudo xolasa ertaga ham bir qolgan videolarni ham olib, darsh xudo xolasa aeroportgacha bo'lgan videoda olamiz, xudo xolasa dokumentlarni vastanavit qilamiz. Akamiz holatlari mana hozir yaxshi. Allohga shukr. Hozir mana bir kvartira ham gaplashdik. Hozir kvartiraga olib kirib, joylashtirib, chiroyli qilib akamizni bir nima qilamiz, xudo xolasa. Yaxshi bo'ladi hammasi. O'zingiz ham bir gapiring. Nima deysiz? Hamma yo'q, yaxshimi aka? Odamlarga yordam berayotganlardan Alloh rozi bo'lsin. Hammaga rahmat deb gapiravering. Bo'ldi. Alloh aytavering, familiyangizni o'chirib tasadi. Akalar, men Husniddin bo'laman. Egamberdiyev Bahadirovich. Men Qirg'izistonda O'sh shahridan bo'laman. 10 yashayman, Jambovskiy 37da. Jambovskiy 37da. Mana shu ukamiz menga yordam qilib, videoga tushishga qildim, talab qildim. Iltimos sizlardan juda yordam qilsanglar. Biroz sizni majburlamadi. Misol uchun bo'yningizdan ushlab, mana videoga olaman, tarqataman, chiqarib yig'aman, majburlamadi. Men minnatdorman. Mana men siz o'zingiz rozi bo'lib, o'z xohishingiz bilan bo'ldi. Chiroyli qilib mana ukamiz hozir kvartiraga ketyapmiz. Hozir kvartiraga ham borib video qilamiz, xudo xolasa. Shu videolarni chiqarishimga o'zi rozi bo'lib, chin ko'ngildan rozisiz bizdan xullas aka. Roziman. Kimni yoki qo'yaylik. Mayli, shu akamiz o'z roziliklari bilan nima qildilar, xudo xolasa qolgan videolarni ham kanalga chiqarib boramiz. Hammaga rahmat. Mayli. Rahmat aka. Akamiz o'tdi. Tokio sinmay. Mayli. Hop, damda bo'laver. Akamizni kvartiraga joylashtirib ketdim. Metro Preobrazhenskiy ploshadda mana 9-etajdagi kvartiraga joylashtirdik, yaxshi. Xudo xolasa ertaga xabar olib kelamiz. Keyin narshi posolstvoga kirib, vazirlikning rodin dokumentlarini, barcha hujjatlarini qilamiz, xudo xolasa. Kanalni kuzatishda davom etamiz.